Birgina turk seriali sabab arab davlatlarida ajralishlar soni oshgan. Bu oddiygina mish-mish emas, bir vaqtlar mintaqada ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan voqea. 2008-yilda Turkiyaning Kumush seriali arab davlatlarida nur nomi ostida efirga uzatila boshlaydi. Bu oddiy sevgi hikoyasi bo'lishiga qaramay, kutilmaganda ulkan fenomenga aylanadi. Yakuniy qismni 80 milliondan ortiq inson tomosha qiladi va bu arab davlatlari ichida eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'ladi. Serialdagi Mehmet obrazi esa alohida e'tibor qozondi. Chunki u ayoliga mehribon, romantik va doim e'tiborli turmush o'rtoq sifatida tasvirlangan. Shu sababli arab ommaviy axborot vositalarida Mehmet sindromi iborasi ham paydo bo'ldi. Ya'ni ko'plab ayollar o'z turmush o'rtoqlaridan ana shunday e'tiborni talab qila boshlashdi. Bu haqida arab gazetalarida turli maqolalar ham mavjud. Aynan shu davrda ayrim advokatlar ajralishlar soni ko'payganini, psixologlar esa ushbu serial ideal munosabatlar tasvirini yaratib, real hayot bilan solishtirishlar ko'payganini ta'kidlaydi. Hatto ba'zi diniy ulamolar ushbu serialni ochiq tanqid ham qilishgan. Shu bilan birga muhim jihat ham bor. Rasmiy statistikalarda ajralishning aynan serial sabab bo'lgani ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Bu ko'plab madaniy va psixologik ta'sir sifatida baholanadi. Ammo serialning ta'siri inkor qilib bo'lmaydigan darajada kuchli bo'lgan. Kumush nafaqat mashhur serialga aylandi, hatto u arab davlatlariga turk seriallarining kirib borishiga ham katta yo'l ochdi. Turkiyada sayohatlar soni oshdi, turk aktyorlari bo'lsa xalqaro darajaga chiqa boshlashdi. Undan tashqari Turkiya seriallar eksporti bo'yicha yangi bosqichga ko'tarila boshladi. Agar siz hali ham ushbu shov-shuvli serialni ko'rmagan bo'lsangiz, Kumush serialini o'zbek tilida professional dublyajda Ria Play platformasida tomosha qilishingiz mumkin.